Adam, ha, uncha ko'p otishga ulgurmadim. Endi nima qilamiz? Endi to'g'ri politsiya uchastkasiga. Umid qilamanki, yo'lda zombilar ushlamaydi. Ha. Xo'sh. Oy, yo'q, menimcha zombilar uchraydigan ko'radi va bittagina emas. Yana bor ekanmi? Ha. Mayli siz bunisi bilan, oppa, mayli yordam beraman. Yaxshi endi. Endi yana bitta qoldi. Hozir bobo, menimcha ana bu yerda kimdir ko'rgandek. Bobo. Bobo. Yo-mayo, qayerga ketib qoldilar? Umid qilamanki, zombi o'ldirib qo'ymadi. Mayli, tushunursin bularni jonini ko'pligicha o'ldirish ham qiyin. Mana qol. Bo'ldi. Yo-mayo, sekinroq qo'rqitib yubordingiz. Bu shunchaki prank edi, yura qol. Prank, yuragim ushlab qolay dedi. Bo'pti, kechirasan. Qariya endi bilmasa qanday hazil qilishni yoshlarga. Bo'pti, lekin bunaqa hazil qilmang boshqa. Mayli, kechirasan. Hech qisi yo'q. Agar u yerda qurol bo'lmasa-chi? Agar qurol bo'lmasa ham biror bir foydali narsa topishimiz aniq. Umid qilamanki shunday bo'ladi. Agar topolmasak-chi, reja bormi? Albatta bor. Hozir shuni senga yo'l-yo'lakay aytib beraman. Xo'sh bobo, tayyormisiz ichkarini tekshirishga? Tayyorman. O'zingchi? Men ham tayyorman, ammo ichkari juda ham tor va tashqaridagidek yaxshi jang bo'lmaydi. Shuning uchun ham siz shu yerda qolganingiz ma'qul. To'g'ri aytasan, lekin yordam berishim mumkin. Yo, o'zingizni qiynamang. Oppa. Yo-mayo. Bu nimasi? Bilmasam zombi qotib qoldimi? Mendan qo'rqib ketdi. Albatta, mo'ylovingizdan. Xo'sh. Lekin, yo-mayo, bu yerda tushunursin. Bularning kuchliligini-chi? Bir necha marta otsa ham tushunursin. Yo-mayo. Bularga ta'sir ham qilmaydi. Okey, tepada bo'lsa kerak. Deraza ortida. Va mana bu yerda ham tushunursin. Yo-mayo, tushyapti. Patron tugadi. Patronlar tugadi. Yo-mayo. Bo'ldi, oxirgilari. Yetdi. Meni albatta ancha-muncha urib tashlashdi, ammo hamma yo-mayo bo'sh, hamma magazinlar bo'sh. Ajoyib. Endi qidirish qoldi xolos, lekin bu yerda nima topishim mumkin? Energiya hali ham bor ekan. Yo-mayo. Jursin, mana bu jang qiyin bo'lishi aniq. Yaxshi. Kela qol. Mana. Ol, mana. Ol. Sekin. Yaxshi. Tushunursan. Bekor bobomni chaqiribman. Yo-mayo, ola qol. Yaxshi. Endi ichkarini tekshirish kerak. Xo'sh. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Yo-mayo, ofis buyumlari. Oppa, do'stlar, oxirgi eshik. Qana, bu yerda nima bor ekan? Tushunursiz, menda patronlar tugadi. Agar zombi bo'lsa, hayronman, nima qilaman? Hech kim yo'q. Qiziq. Oppa, instrumentlar. Yong'in boltasi, bu nima bo'ldi? Tayoq. Oddiy tayoq, okey. Bu yerda dubinka, xo'sh. Gol tayoqchasi. Bu yong'in boltasini olaman. Bundan yaxshisi bo'lishi mumkinmi? Xo'sh, yoki montirovka yaxshimikan? Menimcha montirovkani qoldirib ketaman. Lekin stop, nima qilib qoldirib ketib? Ikkovini ham olib ketaman. Montirovka berib tursin, bolta esa o'zimda. Bu nima bo'ldi? Granata. Stop, bu gazli granata. Buni zombilarga qarshi ishlatishni foydasi yo'q, chunki ularga hech narsa ta'sir qilmasa ham kerak, ayniqsa gaz. Shuncha o'q otganimga o'lmagan, gazga o'lmaslik. Glock M4. Xo'sh, patronlar bor ekan, lekin bizgacha olib ketishgan yo'q. Menimcha politsiyachilar o'zlari olib ketishgan bo'lsa kerak. Xo'sh. Menikiga to'g'ri keldi. Yaxshi, demak, bularning hammasini olishim mumkin. Bo'sh patronlarni esa tashlab ketaman. Bu yerda ham bo'sh ekan. Okey, menda ham 4 ta bo'sh, 6 ta to'la va bu yerda yana 12 ta hamda 15. Xullas, do'stlar, bizda anchagina patronlar bor. Okey, buni bu yerda qoldirib ketaman va M4 uchun magazinlarni olaman. Menimcha bobomning to'pponchasi borligi uchun bobomga olmaslik kerak. Olsammikin yoki? Menimcha yo'q, ortiqcha yukdan foyda yo'q. Shuning uchun ham bitta avtomat bobomga, bitta avtomat menga. Ikkovimizda ham avtomat va bu ancha-muncha oson bo'ladi zombilarni o'ldirish. Bilasizlarmi? Mana bunday qilib yopib ketgan ma'qul, chunki qurollarni birov olib ketishni istamayman do'stlar. Shuning uchun ham, lekin albatta bu yerda magazin yo'q. Shuning uchun ham olib ketgandan foyda yo'q. Balki agar o'zlarida magazinlar bo'lmasa, patronlar deganlardek, shuning uchun ham, lekin baribir ham yopib qo'ygan yaxshi. Balki qachondir bu yerga qaytarmiz, shunda avtomatlarni olib ketishimiz mumkin bo'ladi. Hozir bularni olishdan foyda yo'q, chunki bizda magazinlar cheksiz emas va baribir ham hammamizga 2 ta 3 ta avtomat bo'lgan bilan bundan foyda yo'q. Bitta avtomat bobomga, bittasi menga. Yaxshi xizmat qilgan vaqtimda bularni hammasini o'rganib olganman qanday ishlatishni.
Xo'sh. Bobo, yaxshi yuribsizmi? Ha, seni kutib turibman. Menda siz uchun syurpriz bor. Xo'sh. Menda Glock va siz uchun hozir ko'rsataman. Xo'sh, qurol topdingmi? Ha, toping, qanaqa topdim? Bilmasam. M4. Gap bo'lishim kirmas. Qani tashlachi? Yaxshi, menga ham bittagina M4A1. Ajoyib, tayyormisiz bobo? Ha, zombilarni so'yish vaqti. Menimcha bu bilan so'yib bo'lmaydi. Bilmasam, tilka pora, nimta qanday istasang aytaver. Ha, xo'sh, endi qayerga boramiz? Endi banditlarning bazasiga boramiz. Yo'q, ishonchingiz komilmi? Ha, sen uchun qasos olamiz. Lekin odatda o'lganda qasos olishardi. Bizga farqi yo'q. Okey, menga yoqyapti. Voy, jin ularni kelishimcha. Hozir ehtiyot bo'ling. Yo'q, bunday yaqinga bormang-da, jin ursin. Shunchaki qarib qolganman. Nihoyatdan oldingiz. Men mayli, zombilarni yo'q qilamiz. Okey. Jin ursin, yoningda qara. Siz rahmat himoya uchun bo'ldi. Birdan ham kelyapti. Yaxshi. Jin ursin, ammo patronlarni tejash kerak. Ko'pligini ularni jamoaga chiqib kelishyapti. Yo'q, sekin. Zombi. Bo'ldi, bobo, hozir yordam beraman. Jin ursin. Sekin. Sizni otib qo'ymadimmi? Hozircha yo'q. Okey, hozircha yo'q. Mayli. Jin ursin, bularni to'xtamay chiqib kelishyapti tumandan. Umid qilamanki, banditlar bizni eshitib qolishmagan. Menimcha eshitishmagan. Agar eshitgan bo'lsa, kelishardi. Balki shundaydir. Xo'sh. Ularning bazasi shu yaqinroqda joylashgan. Tayyormisiz? Tayyorman. Shunchaki tikka hujumga boramizmi? Albatta, axir biz kuchlimiz. Mayli. Tayyorman. Do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlanglar. To'g'rimi, bobo? Kim qo'llab-quvvatlaydi? Obunachilar. Nima? Mayli, qisqasi ketdik hujumga. Tayyormizmi? Tayyormiz. Lekin ko'ryapman ularni. Mana turishibdi. Bo'pti, qani kelinglarchi. Olinglar. Mana. Bu meni o'lmadi. Meni majburlaganingiz uchun. Yaxshi bobom. Ajoyib, mana. Bo'ldi, ola qol. Fillos. Ichkarida ham borga o'xshaydi. Ichkarida ham bo'lish kerak. Bu yerda temir yo'lda boshqa qolmadi. Bilmasam, o'ylab ko'rish kerak. U tarafda ham kiradigan joy yo'q. Jennerson. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir bir amallaymiz. Stop. Axir doskani sindirib tashlasamchi? Bo'la qol. Faqat ehtiyot bo'l, otib tashlashmasin teshikdan. Ko'rinyapti. Yo'q. Qurolni olishdi. Endi nima qilamiz? Menda bir reja bor. Hozir yotib hujum qilaman. Ishonching komilmi? Yaxshi. Mana. Yo'q, sekin. Bo'ldi. Yo'q qilindi. Okey. Bobo, kiravering, hozir ochaman. Yaxshi, hujumni boshlaymizmi? Boshlaymiz. Ammo siz o'sha yerda turganingiz ma'qul. Agar meni o'ldirib qo'ysa, yordamga kelasiz. Mana. Bo'ldi. Bunisi ketdi. Endi jin ursin. Stop. Mana. Bo'ldi. Yo'q, qara, jin ursin. Nima?